Mana hozir Cobalt mashinasi kelgan ekan. Shu bamperlari yirtib ketgan ekan oldinroq. Bu bamperlarni yamab, quloqlari zazorlar ochib ketgan, tiqsi ham ichiga kirmayapti, chiqib ketyapti. Bu yoqdan ham udar yegan ekan. Bularni yamab, to'g'irlab, bu yoq quloqlarini ham to'g'irlab beramiz. Quloqlari ham kirmayapti. Krılosida ham mana bitta miyatina joyi bor mana. Mana shu miyatinalarni qilib to'g'irlaymiz. Orqa eshigida ham miyatinasi bor mana. Cho'nqir bo'lib qolgan. Nima kalinkalari shilinib ketgan, qirib. Bunaqa bo'lib, shu ham kalinkasini ham bo'yab beramiz hozir. Yana bitta pachog'i ham bor, hozir bularni chiqarib to'g'irlab beramiz hozir. Mana uzun chiziq qirib qo'ygan ekan, uzun chiziq bor, cho'nqircha o'yib qo'yibdi. Hop, shuni to'g'irlaymiz o'zini. İşimizni boshladik endi. Mana mashinamizning kilit sistemada tortyapmiz pachoqlarni. Mana hozir chiziqlar ancha chiqib qolganlar mana. Hozir mana shu joylarda azina qoldi, shuni tortib olsak. Mana holat. Oldi bamperlarni yechib olganmiz. Oldi bamperni yechib. Oldi shvelleri ham bukilib ketgan ekan. Hop, mana o'zini to'g'irlaymiz. Mana bitta farasi ham singan ekan mana. Hozir farasini ham yema beramiz o'zini. O'zini farasini yema beramiz hozir. Biz bu yerdan miyadinasini ham chiqaramiz hozir. Pachog'ini chiqaramiz. Mana eshigimiz ancha chiqib qoldi. Holat. Mana mashinamiz holat bitdi. Bamperlarni ham bo'yab berdik. Mana holat endi. Mana zazorlarni ham yig'ib berdik, hammasini bir xil qilib. Yon zazorlari eshikni ham bo'yab berdik mana. Mana holat. Mana shu pachog'i bor, bu yerni ham bo'yab yubordik, fitno qilib. Mana holat endi. İşimiz bitti. Endi egalariga topshiramiz mashinani.